Keşme kırıp kaptı emse bugünkü hikayelerimizni başlap keteyli. Bugünkü hikayemiz cemi 5 hikaye. Buna hemmisini bir adımız dep begen. Özüne şu Ali mektepteki vaqtidan başlap hazır balları çoğun gitti. Işkı balsa ki. Ama şu yakınlıkça davamlaşkan işler eken de bu. Şunu sözlep durup ki. Sizlerle ortaklı şey. Birinci hikaye. Bu adımızda Ali mektepten 3. yılı kılıcı kavaklar ki. Şu çağda bulanın mektubu yanından bir yatak binasını silip. Bula şu yatak binasına köçüp kirgen tuncu Türk'üm okuguçılar eken de. Yılında içinde u bir nesi var, atrap dilyantaysı var, işte üçge bölüngen aşında yeni pasondaki yataklar kev. Şunda bir günü keşke muzakirden çıkıp, şu yatakı kirip kıldık açlarını kıpıp bula yetip kaldık ya, çıraqnımı öçürüytürke. Uxlap kaldık ya, uxlap bir vaq olganda, hem de kiçigiden bu adımız şunda segek uxlaydı ki. Şu bir vaq olgan ismini bir çaqaganda qıp kaldık ya, meni bir çaqadım o da közümde açsa, yatakның başka yeri kapkarango ama muş işik taraftan zaldan bir nur kirganda nur kirganda lekin bu eshik taqoqliq. Eshikning derazasi yo'q ama bir nur eshik tarafdan da yotoq tushib turgan ekanda. Shundan bilan voy bu nereden tushgan nur deb uyg'uchilikda ko'zni qisib qarasa, bu nurning ostida bir kichikroq bir odamning simasi ko'rindi ekanda. Bu odam turdi deb qarasa, bu odam oldiga manganda nur naq bu odamga tushdi ekanda, shuni ko'rindi ekan hisobda. Şu qarasa bu bir kichik qizga boshqa yeri kiyimlar hamimiz normal ama bu qizning ko'zi odatdagi odamnikidan xeyli cho'nkanda yuzining endi yerimdan ko'proq ko'z egallagan ashunday bir yo'g'on ko'zli kichik qizga u. Shu osh qiz ilq nurdimda qaraydi ekan, ko'zlariga ham paqirab ketirgan. Shuni ko'rib bu tordosh adimiz shunda bir qo'q ketirgan ang'ichilik qiz bir kulgan ovozlarni chiqarib, asta menib mush karotinin astığı kelganda astida bir g'uljilik savoni yotgan ekan. Şunun bilan bu adamız qo'rqib ketib, "Voyjon" deb chaqirib, karavotdan qanday tushib ketganini uqmaydi, tushib pastga. Ma udul tarafdagi karavotning ostiga kirib yetib oldi ekan. "Аңгычы voy bosh qizlar nima bo'ldingiz?" deb chiroqlarni yiqib, qo'pqon bo'ldi ekan. Qo'pib qarasa bu qiz karavotning ostida chiqmay deb tatib ochib, "Nima bo'ldingiz? Voy, mushtaq birsini ko'rib qoldim" desa, "Voy, sizni qarib esib qopti" deb tasalli bergan bo'ldi ekan. Kechi açtaq birisini ko'rdim deb jo'yilib yotamay qizzib açtaq og'rib qoldi ekan-da bu qiz. Shunda adis maktabnikiga deydi ekan, ma'lumlar kirib ota-onasiga telefon qilay deb ota-onasi aytdi ekan. Shu aytib yurtga berib davolagan bo'ldi ekan, davolab bir doktorlar ko'rib, bir ajoyib bir dorilarni berdi ekan. Shu dorilarni hozir ko'rib boqmadim dedi. Ashuni yeb saqlaygandim. Bu oliy maktabda bo'lgan ishimda bu birinchi ish ekan. Endi ikkinchi hikoyasi bu oliy maktablarni bitirib bo'lgandan keyin bu adamimiz to'y qilmoqchi bo'libdi-da. O'zining to'yidan burun akasining to'yi bo'libdi ekan. Shu to'y bo'lishdan bir hafta burunki bular butun tayyorgarliklarni qilib, choylarni akirib qilib bo'lgan vaqtlar ekanda. Shu bu kechda yetib qolibdi bu adamimiz. Yetib o'zining dadasini ko'rib boqmagan ekanda. Shu esini bilmagan vaqtda dadasi ketib qolgan ekan, faqat rasmlarini ko'rib boqqan ekan. Tushida bu dadasi kiribdi-da tushiga. Shu rasmlik oldi. Oppoq kiyim kiyib olgan ekan, ammo chiroyi shu rasmlik vaqt ekanda. Shu kirib bu tushida bu adamimiz o'zi og'riqga bir karavotda yotgankan, yinig'i kelib, qo'lda bir uzum bor ekan, dadasi shu uzumni yeng deb og'ziga tiqdi ekan. Shunda u uzumni yegan bo'ldi ekan, dadam bergan deb. Shunda men sizni aytmay turib olganda, shu qo'rqib yig'laydi ekan u yerda. Yig'lab tushidan uyg'ondi ekan, uyg'onsa o'zim yig'layotgan. Shu nim bo'lgan kallasiga akam to'yqis bo'lmaydigan o'xshaydi degandek bir xiyol kirib qoldi ekanda. Sonra çoğunlarga, çoğun apalarga, akaları hepimiz şu idi ki akam toy qız bo'lmaydi o'xshaydi, dadam mustaq anda qildi, meni aytmadi dedi. Mush to'y uchun, to'yni to'sish uchun kelgan o'xshaydi deb o'sha daktirga bu qiz. Shuning bilan u cho'nglar bir tushunida bir to'yni buzmaydi bu. Ay yomon tush ko'rib qolsiz, u bu deb o'tkazdirgan bu ishni. Shu akasi to'y qilib 2 oy bo'lganda, yani ma'lum bir sabab tufayli akasi bilan ayoli ajrashib ketdi ekan. Şunun bilan bular aşağıda tushunga dadam o'taq kiribdi, endi akang bolalarning cho'ng bo'lgandan keyin sen orqali mushtaq bildirgan o'xshaydi deb shunda turibdi ekan. Mana bu ikkinchi hikoyasi. Endi bu ish o'tib, keyin bu adamimizni to'y qildik ekan, yo'ldoshi bir maktabda ishlaydi ekan. Bu adamimiz o'zi boshqa yerlik, ammo Qashqarda turdi ekanda bu. Bir maktabda ishlaydi ekan. Bularni turinglar deb shu maktabning qo'rasida ichida ayrim o'sha o'qituvchilar sepgan kichik qo'ra uylar bor ekan. Shundan birini berdi ekan bularga.
Endi bular bergen şu qora uyda odam turpaqmagan ekanda. Boshqalarda turganki bu uyda faqat odam turmagan ekan, shu misol bergan ekan. Nima ish turmaganini hech kim uqmaydi ekan, shu bular ko'chib kirdi ekan. Bu uy ko'chib kirganda bolasi tug'ilib, beshikdagi vaqtlar ekanda, shu bola bilan uchib kirdi ekan. Shu bir kuni kechda uxlayotgan vaqtda bularning uyining shu uygisi qaras rasmiy bir odam mongandek anglab ketganda. Shu bu adimiz uyg'un ekan, yo'ldishim uyg'un ekan. Nima deb yo'ldish bilan chiqib boqay deb projektorni eplam chiqtir ekan. Chiqib shu uygizlarga qaraydi ekan, menga qarab boqatga hech kim yo'q. Endi bir qo'shnisining shu o'tlarni qilib chiqishdan hech bir hojat yo'q. Bizga işte anglab ketgan o'xshaydi deb yinib kirdi ekan, bular yetib qoldi ekan. Andan keyin yana ozroq vaqt o'tgandan keyin bu bolasi shu beshikda yotgan vaqtda beshikning ustiga bundoq raxti bo'ldi-ku uxlaydigan. Shu raxtni yepib qo'ysam qiyqirab yig'lab ketdi ekanda, bola birini cho'chigandek bo'lib. Shuni ichib olsam o'ngshildi ekan, uxlaydi ekan. Shu bu nima ish bo'layotganda deb u baldimni ansirab qoladi ekan. Andan keyin bir kuni bolasini baş beshikda langshitib, tayyortib, naqsh etib bordi ekanda, allay naqshi etib olsa, qanday bo'lgan ko'zi shu derazaning pardaga tushib qoldi ekan. Shu naqshini etsa, iliq parda mush naqshi bilan tang ash ritmda ikki yang lapanshiydi ekanda. Tova shamolda lapanshatam deb naqshidan to'xtab olsa, to'xtaydi ekan. Yana etib boqash deb etsa, yana shu naqshiga tushirib, yana ikki yang qilishdi ekanda. Voy tova deb bu ishni yo'lda chiq deydi ekan. Desa, voy siz oldin ketdim qo'rqib ketgan bo'lg'achqa ko'zingizga ishda ko'ringan o'xshaydi deb yo'lda chiqishni deb qo'ydi ekan. Ama bu ish necha ketdim mana takrorlandi ekanda. Naqshi salom shu parda rasmiy lanishib ketdi ekan. Sonra bir kuni yo'ldoshi kechdi bir jibbar qilmay debmi, kech kirmaydi ekan. Sonra ash maktabda ishlaydigan yana bir do'sti bor ekan bu adamimizning. Ma'lum. Shu maktabdan boshqa yotoqda yotadi ekan, shu kuni yetish bilan deb chaqirib kiritganda. Kirib beshik o'tirdi, boshqa kichikcha yetib qoldi ekan. Shu bu adamimizni saga uxlaydi dedik emasmi? Shu bir vaqt bo'lganda eshikga chiqib shu yotoq uyning eshigiga ichilganda qilib qoldi ekan. Ajatxon chiqib turadi deb saqlab yotir ekanda. Bir vaqt kirmaydi bu bundoq kirmaydi deb qarab boqay deb yon tarafga qarasa, yon tarafda yotganda voy bu tushib ketgani aniqdi-ku deb bundoq put tarafiga qarasa, shu put tarafda bir odam shu putini sangiltib o'ltag'an ekan. Voy tova, men nima deblam shu beshikka yaqin kelib oldi ekan, beshikni ostida kirkitayda qoldi ekan, ovozini olib qolsin deb shu eshat birdan yetib elib bir vaqtga qarab boqay deb beshikni ostidan qarasa, iliq odam yo'qolib ketdi ekan. Sonra ertesi so'g'anda bu ishni deymi, demaymi deb boqaychi deb bir ish deyman, qo'rqib ketmang. Akşam siz Uber'ga chiqdingizmi deb endi bir jazmlashtirib yetay deb so'raydi ekanda. So'rasa men akşam Uber'ga chiqmadim deydi ekan, voy mushtaq bir odamni ko'rganda qildim men deb shu gapni deb berdi ekan. Degandiki u qiz qo'rqishdir ekan. Hisobda shu odam eshikni ichib kirganda bu odamimiz uyg'onib va do'stini chiqatdi deb o'ylab qolgan ekanda. Shundan bilan u do'sti shu qo'rqib ketgancha bularning uyiga qaytib kirmaydi ekan. Ko'rishsin, teshida ko'rish, bularning qattiq oyoq bosmay keyin istifa berib deb o'zining yurtiga ketdi ekan. Endi bu uyda yana bir qitim bu odamimizning hadisi, opisi boshqa yerda dedik emasmi? Shu bular to'la kompyuterda videolik ko'rishdi ekanda. Shu bir kun paranjib o'ltasa, udilda ekranda opisi bilan hadisi bor. Bu opisi bilan hadisi bir-birisiga qarab bir nimalarni deyishib ketar ekanda, bu ish pichirlashib. Nima deyotganda bular deb qarab o'tirdi ekan. Shu opisi voy demayli, qo'rqib ketdi, oy turdigan desa uyda yolg'iz qoldi, kunduzlari esa voy demasak uxmay yuraverdi deb qo'yaydi deydi ekan. Voy nima deyishyapsizlar deb biringlar menga deb so'rasa, hadis deb berdi ekan. Biz bilan paranglashayotgan vaqtda keyningdan bir odam, bir qari odam shunaqa o'tib ketdi, shuni ko'rib qoldik biz deb shuni deb berdi ekan. Voy nima deydigansizlar deb shuning bilan bular rasmiy qo'rqadigan bo'lib qolgan ekan-da bu uydan. Endi yo'ldishim diqqat qilgan bo'lib qoldi ekan. Şunlar balsını elib, şu opisi bilan Azizning yeniga bordi ekan bir qitim. Shu borgan vaqtda yo'ldoshi bo'yida yolg'iz qoldi ekanda, yolg'iz qolib 3 kun bo'lganda telefon qildi ekan. Bo'ldi, bu uy turmaydi, biz boshqa uyga ko'chib ketaylik, siz bu kelgan vaqtingizda ko'chib bo'lmayman, ko'chirgan bo'ldik deb shu deb qo'ydi ekan. Bu odamimiz nima bo'lganda deb opisi bilan birdan turayotgan ekan, bir hafta turayotgan ekan, bordi ekan. Borsa u yo'ldosh ko'chib bo'lgan ekanda, o'zi yolg'iz. Uy nima bo'ldingiz, yomon oldirib ketibsiz-ku, men kelgandan keyin ko'rsak bo'ladi desa, voy ya uy tursak bo'lmaydi ekan deb
Ne buldunuz dese şu yol dişiğimi aşındak bir adam keçet uxlavasa resmi uyg'utup boshlarga kelib qarab turib aşındak bir yaman rast ko'rinib ketgan ekanda shuning bilan bo'yi chatoq kelib ko'chiktirgan. Hamda bu ishlarni keyin bir doktor adam ko'rib shu chog'da sizlarning ash turgan uyinglarning oldida bir qar yog'och qata tikib yotgan qar yog'och bor ekan. Shu qar yog'ochlarning orasida turadigan bir sibat ekan. Hamda boshqa uylarda kichik bola mundaq ojiz ayol yolg'iz qoldigan ishlar bo'lmagandan keyin boshqa uylarga kirolmay u. Mush sizlarning uyga shunday kirdigan bo'pti ekan. Uning ustiga bo'yli bir odam turib boqmagan bo'lg'achqa. Mush uyga uyg'onibdi deb shuni deb birdi ekan. Keyin shuning bilan bu uy hozirgacha shu qo'rada yani adam ultamay yolg'iz uy bitib qolibdi. Buni bu 3-cü hikayesi. Hem de 4-cü hikayesi bu adamız şu uydan ko'chib chiqqandan keyin azroq vaqt ijara uy turib, anandaki o'zlari uy setib olibdi-da. Shu chaqda 2015-yillarga ikkinchi bolasi yani qizga uzoq ko'tiribdi. Endi shu oraliqda bu adamimizning shunda bir uyma egasi kelib ketdi-da. Yo'ldoshi voy meni bir uyma egasingiz bo'ladi va higimga ketdi deb hamda egri oyoq ayollar işte bo'lib qoldi-ku. Desa bo'ldi deb bu yo'ldoshi bu ayolni adamimizni elib bir yeziga chiqibdi bular. Uyma chiqqanda shu yezda. Ko'chalardan qayriblam yava qilib bo'ldi ekan. Shu yerda ko'chada yapti. Yavassa bir o'yildan chiqib turgan uyimga shuni yavassam udul qo'shnisi chiqib u odam turmaydigan uy bu uyimni yemanglar. Yeginglar olsa bizning o'ylab kiringlar, bizning uyimizga chiqib yesanglar bo'ldi. Payz uyim bor debdi. Shuning bilan bular voy rahmat deb shularning uyisiga chiqib yashadi uyimni yebdi. Shu yegash bu adimiz shu odamga qo'raga qarab qopti-da. Yaman bir kon o'ylari o'rilib tushaydigidek shunday qo'raka. Shu qarab o'tib bir xil badallari bir xil muzligandek bo'lib tikallashgandek bo'lib amaliyot ko'ziga hech nima ko'rinmabdi. Lekin ajoyib bir bearam bo'lib ketdi-da shu qaragan bilan. Shu o'zimni migis kelmabdi bo'ldi qaytaydi deb mashinasiga chiqiblar, inib kelibdi, uyga kelib tomoqlarini yeb, yo'ldashim men ishga chiqman deb chiqibdi. Bu adamimiz iliq bearamchilikda birdam yotay deb yetiblan. Bir joyda uyg'onibdi, uyg'onsin shu uyning pardasi yanashda lingishayotganda. Amaliyotda o kuni shamolmi chiqmaganki, optob issiq ashundoq bir kun ekan u. Voy bu pardalan shotib debdi, ammo iliq bearamchilik shunda bir butun badanga tarqab ketdi-da. Shu aynakka qarab boqay deb bundaq aynakka qarasa, og'iz maymoq bo'lib qolgan ekanda. Voy bu og'zim nima bo'ldi deb gap qilsa, bir gap chiqadi ekan, bir gap chiqmaydi ekan, ba'zi gaplar ovozi chiqmaydi ekan birdan. Gap qismi yomon bir test qiynalib, o'shtaq bo'lib qopti. Voy bolam orada birdan deb tushuntirib bolasini ilib, yo'ldoshining maktabiga taksi to'rab minibdi-da. Shu maktabga boraman deganimni aran tushuntiribdi taksichi. Voy nima bo'ldingiz deb taksichi so'rasimi, shuningga javob berolmabdi. Shu uy maktabga kelgandan keyin yo'ldosh chiqib nima bo'ldingiz deb berolmabdi, tushuntirolmabdi. Shu doktorxonaga olib boray deb doktorga olib boribdi. Doktorga olib borsa, doktorlar tekshirib, "Voy, esheringiz hech qanday emas-ki. Bu nima bo'lgansiz?" debdi. Ammo saqaymabdi-da. Shuning bilan amal yo'q cho'nglar yana birlarini izlab ko'stib voy ashundaq ashtaqlarning makoniga tikilib qarab ochig'ini keltirib qo'yibdi. Shu og'zim olmoq bo'lib ketdi degandek bir gaplarni qilib bir oyda aran saqlayibdi ekan. Keyin ozroq vaqt o'tgandan keyin shu qizini sog' salomat tug'ibdi, lekin shu tug'ishdan oldi keyinda shu qulqiga bahchiq ovoz anglanib qolib ketgan ekan. Ba'zida shu gilamda bir odam yalang'oyoq minayotgandek, ba'zi ishik chekkandek ashundaq bo'lib, lekin ancha cho'ng shumay sog' salomat qizini tug'ib olgan ekan. Hamda oxirgisi bular bultur yetdi yo'ldoshining cho'nglarning uyiga beribdi-da, bir yezdika, shu keyin qumliqqa ularning uylarini. Shu qumliqqa cho'nglar o'tmanglar deb ashundaq deydi-ki, toza tish emas ekanda u yerda. Shu ashlarning uyida bular bas yotadigan bir yig'izlik uy bor ekan, shu yerda yetib qolibdi. 2 karavot bor ekan uyda. Birisida qizi bilan adamiz, yana birisida o'g'li bilan yo'ldosh yetibdi. Shu kecha bir vaqt bo'lganda ismini birisi chaqiribdi-da, yana mushtaq bir nimkaga o'xshaydi deb uyg'onibdi bu adamiz. Uyg'onsa yana bir qitim chaqiribdi, hamda ovozi bir yo erning emas, yo ayolning emas, shunda bir chiqroq ovoz ekanda, bir onsi bir o'shkilar gaqayotgandek ovozlar chiqar ekanda, o'shkining ovozida. Shunda qo'g'li yetay deb uni tillashibdi u yerda. Teshik chiqarib tillagandan keyin yo'ldoshi bolalarim uyg'onib qo'rq ketdi. Qarshi bu adamiz ko'z yumuq tillayotgan uni. Voy nima bo'ldingiz deb
ma kızımı kokup dadasına inip çıkıp yaptım. Şu jarayonda yıllık ovozlar kuchayib, bular mashinasini o'yliq to'xtatib qo'ygan ekan. Shu mashinaning eshiklarini ichib kirib, ichida taraq turuq sharaq shuruq o'ynagandek ovozlar chiqdi-da. Ashundaq bularni tillab qo'yadimiz. Bir vaqtda jimibdi. Jimigandan keyin anda yo'ldoshib qarab, mashinamizning eshigi ochiq qolgan o'xshaydi. Bek taraqshib ketdi debdi. Yani koyman takip etkentimizsi yolkamı çıkarıp biz pekin depti. Bu akımız biz baksa takamagan ekan-da mashinani. Hamda o taraf turuqni cho'nglar shu o'yildiyo'tgan o'xshaydi. Ularni anglamabdi. Bu mush hadimizda anglagan ekan-da. Ashundaq bilib qolgan ekan mashina itilmagan. So'ngda ertasi bu ishni cho'nglar desa, voy harbiy sib qopti, xato anglab qopsiz deb o'tkazib ketibdi. Bu yil ma rozitda baqa vaqtida şu yo'ldoshning akasi aka, shu akasi bultur kelgan vaqtingda tashlabdi-ku deb so'rabdi desa. Aslında bo'ldi bu uyda tesh emas, bizga mashtaja uchraydi deb shu parani qilib turibdi-ki. Mana bu adimizning 5 hikoyasi bo'ldi. Bugungi hikoyalar mushayichi bo'lsin. Xayr xo'sh, omon bo'linglar.